Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Biz Toshkent Kazan Chili Nijikamskiy Ufa Perm yo'nalishlari bo'yicha qonuniy reyslar Toshkent avtovokzalidan primoy amalga oshirilmoqda. Seshanba, juma kunlari soat 18:00 da avtobuslarimiz jo'nab ketadi. Toshkent avtovokzalining Ajdana kutish zali, ikkinchi etajda esa bizning ofisimiz joylashgan. Shu yerdan kelib biletlaringizni onlayn xarid qilsangiz bo'ladi. Undan tashqari Toshkent Moskva yo'nalishi bo'yicha ham haftasiga 4 kun dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlari soat 18:00 da Moskva shahrining Kateniki metrosigacha reysiy avtobuslarimiz qatnovi yo'lga qo'yilgan. Sizga ham ishonchli narxlarda ishonchli biletlarimiz kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqib, joylaringizni band qilsangiz bo'ladi. Savollaringizga batafsilroq ma'lumot olishingiz mumkin. Instagram, YouTube, Telegram, Facebook kanallarimiz ham ishlab turibdi. Ularda kirib, bizning Instagram kanallarimiz, YouTube kanallarimizni kuzatib, avtobuslarimiz sharoitlari bilan tanishib chiqsangiz bo'ladi. Avtobusimizda siz uchun yaratilgan barcha shart-sharoitlar, qulayliklar mavjud bo'lib, 2 ta monitor, 2 ta kuler, zaryadchi moslamalari, qish-yoz ishlaydigan konditsionerlar, undan tashqari siz o'zingiz bilan 50 kilodan 60 kilogacha yuk olsangiz bo'ladi. 51 ta mesidan iborat hech qanday ortiqcha odamlarsiz, shofyorlarimiz orqali 3 kunda siz manzilingizga yetib borasiz.